Kuni kecha Hindistonda xalqaro tadbirda bo'lib qaytdik va Hindistonda New Delhi shahrida bo'ldik va Dehlida juda hayratlanarli bir holat bo'ldi. Ya'ni 1 soat 20 daqiqa ko'chada avtomobilda yurib, tasavvur qiling, bir dona svetoforda to'xtamadik. Svetofor o'zi yo'q. Yo'l infratuzilmasi shunaqa tuzilganki, siz chorrahalarda to'xtab qolmaysiz. Borib aylanma yo'llar bor, aylanma yo'llardan aylanib kelishingiz, orqaga qayrilib olishingiz, chakmonga ketishingiz mumkin, lekin hech to'xtamaysiz. Haydayverasiz. Avtomobil umuman svetoforda bir joyda to'xtab turmaydi. Bizda afsuski bir 10 minut ichida kamida 8 ta svetoforda to'xtaysiz. Bundan tashqari ularda umuman kamerani, radarni ko'rmadim. Kamera, radar yoki biror bir joyda piyodalar yo'lakchasida bir to'xtab qolgan avtomobilni svetoforda to'xtaganini ko'rmadim. Taxminan Toshkentdan bir 5-10 barobar ko'p bo'lsa kerak avtomobil, lekin harakatlar shunaqa tartibga qo'yilgan, yo'l infratuzilmasi shunaqa qilingan, odam bilan avtomobil to'qnashmayapti, umuman to'xtamayapti, harakat juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Bizanikilar borib bir malaka oshirib berish kerak o'sha yerda.